tahlil natijalariga ko'ra sizda spid aniqlanibdi. Nima deyapsiz? Bu bo'lishi mumkin emas. Tushunmadim. To'xtang opa. Bu menga ham yuqishi mumkinmi? Ha? Siz ham tahlil topshirishingiz kerak. Har holda bemor bilan yaqin munosabatda bo'lgansiz. Endi nima bo'ladi? O'lamanmi? To'xtang opa. Bu kasallik meni xotinimga ham yuqishi mumkinmi? Oldindan bir nima deya olmayman. Tahlil topshiring, shunda ko'ramiz. Maraz, sen kasalligingni bilib Voy, turib nima men bilan qilganingiz? aloqada bo'lgansan, Voy, o'ldiraman voy, seni, voy, o'ldiraman. nima qilyapsiz? O'ldiraman. Balki sendan yuqqandir. Ko'rasan, hali seni sudga beraman. Bu ish tagiga yetaman. Hayotimni barbod qilding. Bo'ldi, janjal qilmang. Qayerga ketyapsiz?